Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Sabahdaşlar biz aldığın katimlik derslerde Abdur töt atalgı namı bilen muşu güllünüş sahasideki bir milletini oygutuş sahasideki şu saate hizmet kıvatkallarının arasında normal kullanıldığan kitaplarda köp kiladigan ama mefhumu düşüncesi hakkında iniq bir birlik kilengen hukum bulmagan bazı atalgılarını bizge aydınlaştırış için tut atalgı namıda bir kiçik tim başlagan kiçik timininki birincisi ideologiyanın arkasındaki de başladı. Yani ideologiyanın menbesi. İkincisi ideologiya. Yani bir milletninki ondan ders duruşu için hemmeden itiraf kılgan bir nokta var. O olsun birlik. Birlik degen neymi olsa hemmedenninki bir yeki kelip iş kılışı emas. Hemmedennin bir xil iş kılışı emas. Belki hemmedennin bir xil angıya oluşu, bir xil ideologiya ega oluşu, bir xil fikirge ega oluşu. Muşu ideologiya, muşu fikrini çokum ma'lum bir birlik keltirip turadigan bir muqaddasat bo'lish kerak. Ayna bir ang yo'lni shakllanish kerak degan nuqtada ketganmiz. Shundan keyin shunda ideologiya sohiblarininki boshqalarning oldida shuni temsil qiladigan bir namunalik holati haqida oldin qadimliq darsimizda shuni so'zlab to'xtagandik. Hamda stratejiya. Stratejiya qarindoshlar, yani kitap kirishning oldida men shaxsan o'zimning kallasdagi ba'zi tushunchalarni desam, rasmiy harbiy ishlarda, rasmiy davlat qurumlarida tabiiyki mutaxassislar, xalqni temsil qiladigan, xalq saylagan yoki xalqning manfaatini ko'zlaydigan mutaxassislar bir yerga kelib tuzadi. Ammo bizdek millat uchun tashkillanish degan nuqtaga kelolmagan bizdek millatga nisbatan bayatni degandek bizning manbalarimiz bizni agar bir nuqtaga olib kelalisa, shu asosda kalimizda ideologiya shakllansa va ideologiyaning turtkisida hamma o'ylaninki qiladigan ish harakatlarininki xarakteri baradaim yani bu o'rtoqlashgan vaqtida tabiiy shakllanadigan bir yo'linish. Mesela qaysi bekatda to'xtaymiz, qaysi bekatda chiqamiz, nekaga vaqtda qanday ish qilamiz. G'ayrimusulmonlarninki bizga dushmanlik qilayotganlar bilan qanday muomala qilamiz. Hammasida bir o'rtaq anga ega bo'lib, shu angning amaliy mangan musafimizda, yo'l musafimizda qana qilishi, amillashishi yoki uslub taktikalar degandek ma'noda tushunsak bo'ladi mencha. Abdur qandaroq tushundida qarab boqaylik. يخلط الناس بين هذه المفاهيم السابقة وبين ما يطلق عليه الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية. Kişiler muşu ilgirki düşünceler bilen stratejiye yoki xuttatul stratejiye diladigan düşüncenin oturunu eliştirdi. Aralantirdi. Bara daim yoki ideologiya deganlarni hammani strategiya deb o'ylab oladi yoki strategik plan deb o'ylab oladi. İliştirdi deydi. Bu to'g'ri bayqabdi, güzel bayqabdi va to'g'ri buni ko'pincha ham ilishtirdi. Tushuntirib kelsa bir yerdan elishib ketgandek chiqadi. Fal-xutatul istratejiyya, yani strategik plan degan nima u desa, "İza aradna tadqiq va tahqiq va ta'arruf ala ma'na", agar biz inchga tahqiqlab buning ma'nosini bilmoqchi bo'lsak, qanaqa qilmasdan bir murakkab atalgılarga bağmasdan. Murakkab atalgılarga bağmay, inchga ama muayyen bir şekilde tahqiq degan gap nayittiligi nazuk, her tarafları iniqlangan bir şekilde qilmoqchi bo'lsak, o'qimoqchi bo'lsak, bilmoqchi bo'lsak, strategiya degan nima bo'lsa, fahiya, strategiya deganimiz bir qancha narsani li'adadin min al-ashya deganish bir qancha narsani muayyen bir reallik, muayyen bir o'rinda qana qilish, tadqiq qilish bu strategiya.
Men tushuntirishning oldida masalan men o'zim tushuntirsam shuna tushuntirishim mumkin. Abdur bir strilga belgisi qo'yib, har quruning beshiga nəhayət güzel turuşup qoydu. Məsələn deyil. Bugün Türkiye'de, İstanbul'da neçə min Uyğur yaşavatıdı. Bu Uyğurlarınki əsli yurtidan bula öz ixtiyarlıqdan çıxıb ketken emas. Yoki öz ixtiyarlıqdan bugün Türkiye turib qalğan emas. Düşman onu qanday qilib aldı, besib aldı. Düşman bizni chiqarib etdi yani. Endi biz öz yurtimizdan düşmanni qo'g'lab chiqarib, o'zimizning yurtini qo'lga ilib, o'zimizning qimmat qarashi, o'zimizning dini bo'yicha erkin, ozod o'sha yerda yashashni qo'lga keltirish uchun bizning hayot musofimizda, İstanbul'daki yoki Turkiyadagi yashash musofimizda muayyan bir strategiya bo'lishi kerak. Ana strategiya degan nima desa, mush holati desa, birinchidan biz kim? Bu pek muhim qarindoshlar. Dirasat-ı zat degani avval biz kim? Bizdeki maddi, manevi imkoniyatlar qanchalik? Texmi aniq desam va imkoniyat desam bir xil mujmal ketmasin. Uyg'urda iqtisodiy jihatda qanchalik pul bor? Ya'ni agar bir dushmanga qarta harakat berilib qolgan taqdirda yoki bir mashru'dan birisi yo'l qo'yilgan taqdirda Uyg'ur qanchalik pul xarjlaydi? Bilim jihatda qanchalik bilim chiqara oladi? Ya'ni bizga ketarlik ishlarning qanchalik doirasini ilmiy jihatda o'zbektaraf qila oladi? Iqtidor jihatda qanchalik iqtidorli odam bor? Masalan deylik, bizning bir mashru asosda millatni uyg'otib, o'z yurtidan dushmanni qo'g'lab chiqaradigan bir plan ketadi desak, digiltisoq gap jiqchi buningda. Masalan, bunga ketarlik bir iqtisodiy bir tor bo'ladi, ma'arif tor bo'ladi, askariy tor bo'ladi, siyosiy tor bo'ladi. Siyosiy sohada qanchalik iqtidorli odamlarimiz bor? Dirasat-ı zat degan shu. Iqtisodiy sohada qanchalik puldor odamlarimiz bor? Ilmiy sohada qanchalik professor, doktorlarimiz bor? Masalan, harbiy sohada qanchalik qo'mondonlarimiz bor? Mushni avval birdan ko'zdan kechirmak lozim. Agar bo'p qolsa tizimiz, qata tizimiz kallamizda tizib bo'lgandan adam deganning bir alohidligi hayotda qirib tugaydi-chu. Chunki ma davonda asan tugamaydi, adam qirib tugaydi. Bu yil 60 yoshlik, 40 yoshlik odam, toza qiramiga yetgan odam 10 yildan 50 yoshga boradi. Yani 20 yildan keyin 60 yosh qirib, bularni deymiz endi, ya'ni xizmatdan chiqadi. Bunun o'rniga dirasat-ı zat degan shu. Bunun o'rniga yine qanchalik askariy qo'mondon yetildi, qanchalik iqtisodiy odamlar yetilish kerak, qanchalik professor, doktorlar yetilish kerak. Ya'ni digilto'saq soha ko'p qo'y. Men birinchi sohani misol qilib dedim. O'rni qanotliq qilinadi. Bularning hammasi dirasat-ı zat. Endi shuna bir dirasat-ı zat, ya'ni o'zimizni tadqiq qilish berildimi, yo'qmi? Har odamning kallasida bo'lish kerak. Har odamning kallasidan. Ikkinchisi, biz qarshi turadigan yana bir tarafni tadqiq qilish. Ya'ni dushmanning kuchi. Dushmanning iqtisodiy jihatdagi kuchi qanchalik? Siyosiy jihatdagi kuchi qanchalik? Aniq bilish kerak buni. Chunki ko'p tugan shaklda emas, ko'zga ilmagan shaklda emas, men rasmiy bilish kerak. Bizlarga dushmanga muomala qilishda bir muomala qilamiz. Azadi ko'zga ilmaymiz. O qo'yli degan ne deb bunachi? Bu to'g'ri emas. Bir muomala qilsak, shu ajoyib qo'rqib ketimizki, da qarashqimi, chiroyga qarashqimi jur'at qilolmaymiz. Bu to'g'ri emas. Amaliy, aniq, sans bilan imkoniyatimiz yetgan miqdor tadqiq qilish kerak. Harbiy kuch qanchalik? Nerede qanchalik bor? Nerede qanchalik bor? Siyosiy jihatda qurilmasi qanday? Siyosiy qurilmalarining ichidagi ojizlik nuqtalari nerede? Nima uchun hozirga qadar masalan Turkiyadagi o'xshash, Turkiyada aran turdi, darbu o'g'li. Aran turdi, birlari qarash chiqdi. Nima uchun bizning dushmanimizning Xitoyning ichida bu xil ahvol bo'lmaydi? Bular buni qaysi xil shaklda etgan? Buning etishning yo'li qaysi? Nima uchun o kadar zulm soladi? Xalqi bularga qarshi o'rnidan qo'pmaydi. Masalan, xalqini bularga qarshi o'rnidan qo'pirishning
yo'llari nada? Mushlarning hammasi birdan tadqiq qilish kerak. Bularning iqtisodiy manbasi nadan keladi? Bunun üzüşünün yolları qaysi? Kuchimizning yetkincha, masalan, mushnoqlarning hammasi birdan tadqiq qilinish kerak. Belki yiroq tuyuladi qarindoshlar, ammo qilmasak o'tamaymiz, amal yo'q. Bu bir bunda qonuniylik dunyo. Agar xohlasanglar payg'ambar alayhisolatu vasallamninki Uhudga qilgan tayyorligini ko'rsanglar hayron qolasizlar. Uhud urushiga qilgan tayyorligi. Badr bir tuyuqsiz bo'lib qolgan urush. Uhud urushi rasmiy 1 yil burun oldin planlangan, deyishgan va tayyorlik qilingan bir urush. Vaqidiningki Al-Maghazi degan kitobini mushaqda ko'rib baqsanglar, Rasulullohningki dushmanning qishig'i odam avatib ularning taraf sonlardan tatib urulashqa yerlardan tatib qanaqagan birdan bir ma'lumot olgan. Madinaninki har kirish chiqish yo'llarini qamal qilgan. Yomon ishchi. Ama bizning bu ish bundalam öyle oturaplan bulduğan iş emas. Hemmizga ish lazım, hemmizga mağdigan qadam lazım, hemmizga ishlaydigan kalla lazım, hemmizga qilaydigan pul lazım, hemmizga keterlik bilim lazım. Bu pek mühim nokta. İkinci nokta. Üçüncü nokta dirasatul ard evul mecal ellezî yetimmus sirâ'u fîhî. Muş köreş bulunduğun saha yoki zeminni tadqiq qilish. Ya'ni biz avval masalan düşmanlarimizle qaysi sahada urush qilamiz? İqtisodiy urush qilamizmi? Siyosiy urush qilamizmi? Yoki amaliy qurolliq urush qilamizmi? Urush har xil bo'ldi. Qaysi sahada bo'lsa birada bo'lish kerak. Masalan bugun Avrupa'daki ko'pincha aktivist deb qo'y, o'zining tili bo'yicha siyosiy faoliyatchilar Xitoy bilan bo'lgan urushni asosliq siyosiy urush deb shu nuqtaga markazlashtirgan. Ya'ni siyosiy urush deganimiz masalan Xitoyga bosim ishlatadigan butun davlatlarga xizmat ishlab, hukumatlarga tabiiyki xizmat ishlayolmaydi endi. Ammo ashularga bir foydali sharoit yaratadi o'zida. Xitoy bilan to'qinishsa foydali bir sharoitni hazırlagan ko'rinishga kiradi yoki shuna bir nuqtalarni moyallashtirdi. Da shu davlatlar bilan Xitoyning o'tirda siyosiy ba'zi surkilishlar paydo bo'ladi. Siyosiy surkilishlar masalan Xitoyning kuchli davlatlar bor-ku, ba'zi imkoniyati yuqori davlatlar bor. Bu davlatlar Xitoyga qarata ba'zi siyosiy besimlarni soladi, siyosiy jazolarni yurgizadi. Neticede bunun neticesinde Xitoy siyosiy jihatda bir palampay keyniga chekinadi yoki yetim qoladi yoki iqtisodiy jihatda bunun neticesinde ma'lum zarbaga uchraydi. Bu şekilde. Yani bunda qilib Xitoyga yani düşmanga qanchalik ziyon yetkazguli bo'ldi, bu nuqtalarni tadqiq qilish kerak. Agar ishning hammasi mushuni bilan butun ish hal bo'ladi degan natijani mush natijaga tamog'ini qo'yishdan ilgari buni obdan bir şekilde tadqiq qilmoq lazım. Yani bunga energiya sarf qilishga arzimdi, kuch sarf qilishga arzimdi. Lekin yana bir tarafda Xitoy bilan qurolliq jang qilamiz deydi Alloh. Qurolliq jang nima bo'ladi Xitoy bilan? Xitoyning chegarasining ichida bo'lamdi yoki Turkiston zaminida bo'lamdi yoki Xitoyni o'zining chegarasining sirtiga so'rab chiqib nima olsa bir yer bulamdı. Esanda bolsun jang ne de olsa fark etmeydi. Muhim yanlış. Karşı taraf özünün zemininin içi de yanılsa mı yanıldı? Çekirisinin sırtı da yanılsa mı yanıldı? Muhimi karşı tarafının yanılışı. Muşu ne obdan tadqiq qilmoq lazım. İqtisadi jihatda Xitoy bilan urush qilish, yani jang, kurash qilish. İqtisadi jihatda hozircha kurash qilish biroz qiyin to'xtaydi deb o'ylayman, ammo yani bayatın degandek böyle Xitoyga iqtisodiy jihatda iqtisod manbalarini o'zib tashlash Xitoyningki savdo yo'llarini taqash qatorliq bu sohada bunimi birdan qanaqalar izlash. Ya'ni iqtisod, siyosat, askeri masalan hamma sohada Xitoyga urush qilish uchun bir o'rin tadqiq qilish, o'rin hozirlash, sahani tanlash, mesela qaysi sahada qilib, mushu nuqtalarning hammasini aytib muayyan bo'lmoq lazım. Qarisi qilamish qilsak olmaydi.
Ma ortalıkta hem de şu binanç xil yolunu tanlaganlar var dedim ya. Askeri yolunu tanlaganlarning ki bir mezgil qana qiladi, bazırı chiqadi. Yani bütün Uyg'urning hammasi yo'lmushi deb shularning keyindan ma'lum yak chavak chaladi. Bir narsani xalq tushunish kerakki, ish ana oson hal bo'lmaydi. Bir yıl məngəb baxıb, 2 yıl məngəb baxıb, bunda qarablıqında bomba diya işlər Xitayның burnu qanatmıdı məsələn. Xitay bir pay oqatmıdı deyə plan to'xtab qaldığan mabək birəlikə yengiltəklik. Siyasi sahədə Xitay bilan etişidiganlar, kurash qildiganlarmı ətrafıga adam toplaydı, xalqqa şunu təşviqat qıldı. Xalq sadaşlar qılsaq bir iş olur deyə onunğa bir məzgil imza atıdı bir yerlərə. Bilib atqansızlar İstanbulda bilib atqanlarını imza atıdı bir yerlərə. Bir yerlərə namaş qıldı. Onun nəticəsi onda asan çıxıdığan iş emas. Çünki qarşı tərəfdəki düşmənini obdan kütülkənimizdə anda addi güc emas. Bunun da məxəq bir yıl, 2 yıl, 2 qitim, 3 qitim etib baxıb xalqdan nə deganini anlayırıq. Atdıq o imzanı, nə getdi o imza deydigan məsələn. Şu əlaqə. Yəni mən bir misal davat etmən qoyamdı. İnsan oldu bolsun, hər sahədə rəhbərlik qılıb ketiyotqanlar işinin baş ayağını to'liq tədqiq qilish kerak. Əgişib ketganlar agar shu sohaga qanoat qilib ergashgan bo'lsa, oxirigacha erishish kerak. Bu bek muhim. Ama qarg'ularcha, mayli harbiy, mayli siyosiy, mayli iqtisodiy, mayli boshqa sohadagi dushman bilan bo'lgan kurashlarga kirgan vaqtimizda, qarg'ularcha kirgan vaqtimizda, undan keyin xalqimizningki yengiltaklik bilan, yengil mijozlik bilan u kurashni kirib, necha vaqtdan keyin yenib chiqqani amaliyotda bir urushni o'ltagan bilan o'xshash. Ma bir nuqta bek muhim. Qaysi sohaga kirsin xalq, shu sohada oxirigacha putrab turish bu qalbining ifodasi. Yarim yo'lda yoki ozroq manga qilib pay chiqmadi bu ishdan. Masalan deylik, namoyish. Men bu yerda namoyishga nisbatan salbiy ijobiy ko'z qarashimni ifodalamoqchi emas, ammo mangda ozroq vaqtdan keyin nimpay namoyish qilganning yandi. Bu bir ejallik zarba. Mujohidlarning keyindan mangdi, bir mezgildan keyin nimpay chiqdi, yandi, ejallik zarba. Siyasi yolunun keyinden məngəb atqan imzalını attı, qolladı, her propagandalını qıldı. Yerin olğanda qani atqan imzalarımız hep yandı. Bu bir əcellik zərbə. Yani üzümüzdəki əcellik zərbə, qılıb atqan şu fəaliyyətə əcellik zərbə. Yəni xuddi səb 20 bütləməkçi olğan 20 qavatlik binanın ki 15-ci qavatga çıxan vaqtda oturdukilar bu quruq işkaya bu deplikində bir qavatni şaqqada buzub etsə bütün bina ölüb düşkəndə kilometre baş narsa emas. Şuna bək mühim. İstrategiya degan başqa narsa. Yəni bu yerdə urun tanlash, sahə tanlash və urun tanlash. Nədə? Məsələn deyil, mən nədə degan nöqtəyə azraq bir izahat turuş to'g'ri keladi. Xitoyga siyosiy jihatda hujum qilish uchun Xitoydan siyosiy jihatda kuchli davlatni tanlash kerak. Esanli bo'lsin, bir davlatning bizga o'rin bermaganlik, u davlatning bizga dushmanlik bo'lmaydi. Men aniq qilganda olsun. Shu davlatning imkoniyatiga vaqadigan masala. Masalan, O'rta Osiyo davlatlari, qarindosh davlatlar deymiz. Bizga asla siyosiy jihatda o'rin bermaydi. Chunki siyosiy jihatda spir desek bo'ladi endi bak mubolag'a olmaydi. Chunki hech qaysisi mustaqil davlatlar emas, ya Xitoyga yaqinda yoki bo'lmasa Rossiyaga yaqinda. Buningda ularni hergiz o davlatni masalan Qozog'iston desak, Qozog'iston ondoq-mundoq ayıplash favqulodda xato bir ish. O'zbekistonni ayıplash xato bir ish. Ayıplash to'g'ri kelib qolsa, shu xiyonat qildi degan taqdirda xiyonat qilgan hukumatni ayıplash kerak. Xalq bilan munosabat yo'q hozir. Chunki bechora xalqmi o'zining ahvoli bilan, o'zini qutuz bilanmagan bir holda. Arab davlatlari asosiy jihatdan tamamen mayli siyosat, iqtisodiy jihatda Xitoy bilan teng raqamda biz urush qilishni tanlaydigan yer emas. Turkiyami shu. Turkiya bizga o'rin berayotgan bir davlat, o'zimizning davlat desak bo'ladi tamamen. Chunki bizga Uyg'urlarga hozirga qadar dunyoda manchilik kengri o'rin bergan, kengri yer bergan davlat yo'q. Shuni Turkiyani Xitoyga qarshi urush qilishdiki biz saqlanadigan oxirgi qal'a deb tushunsak bo'ladi kallamizda. Nega vasaq berib Xitoyga qarshi kurash qilsak bo'ladi? Qaytib kelgan vaqtda qaytib keldigan ya. Balkanlarda inni qo'ysin. Odam o'zi qaytib keldigan yerni asla buzmaydigancha.
Özünün əsli ən axırda qaytıb keldigan öysünü siyasi cəhətdən əsla buzmaydigan. Buzuş bir aqlsızlıq. Əməliyyatda Xitayının acayip tirişiyotgan noktasından birisi Uygur'unu Türkiye'ye düşman qilish, Türkiye'ni Uygur'a düşman qilish. Çünkü etrafı güzelini açıp qarab bakınlar. Biz siyaset dersi oxugandan keyin kengir deymiz go. Afganistan'da 80-ci illərdən tartib Xitayga qarşı qurallı işlərlə şug'ullanganlar. Ma'lum vaqtdan keyin ma'lum sabablar bilan endi başqa ish qilib bu ishdan qo'l uzib degan vaqtda qaytib kelgan yeri Turkiya. Misrda naytı molla mushkulab o'qigan bizdek taliblar turanmay qaytib kelgan yerimiz Turkiya. Saudiyada necha 10 yil tijorat qilib yoki o'qib, necha 10 yil 20 yil turganlar bor. Axırda qaytib kelgan yer Turkiya. Esingizda bo'lsin, siyosat nuqtasidan tabii ki qarindoshlik nuqtasi boshqa nuqta, qandoshlik nuqtasi boshqa nuqta, siyosat nuqtasidan Uyg'urlarning xususan o'zimizning buni qilyapmiz-ku, eng oxirgi qaytadigan qal'asi Turkiya. Eng oxirgi uyi Turkiya. Mayli ko'nglimizga yoqsin, yoqmasin, nima ishlab ketsin, o'zimiz qaytadigan uyni asla buzmaymiz. Mao siyosatning birinchi noktası. Ben kinki noktasını ötközmedim okumayayım. Dirasatu zuruf el-muhita bis-sıra degan noktadaki mazmunlar bu. Yani urushni qo'rshab turgan sharoitni tadqiq qilishga. Urush nada bo'ladi? Ondan keyin urush deganda mag'lub bo'ladi va g'alaba qiladi. Ikki xil ehtimol bor. G'alaba qilib qolsa tamam ilgirlash fursatuldi. Mag'lub bo'lsa bir chekinadigan yer bo'lish kerak-ku. Muhim nokta. Şuna Türkiye bizning eng oxirgi nuqtamiz. Hatta mana qo'yibsa Turkiyani asla Xitoy bilan qiladigan urushga aralashtirmaslik lozim. Asla. Çünkü bu yerning aniqi sağlam bir Uyg'urninki qaytish nuqtasi yoki sağlam bir saqlanish nuqtasi xarakterini saqlash uchun Xitoy bilan bo'lgan kurashlarda Turkiyani aralashtirmaslik lozim. Neden aralashtirsak bo'ladi? Biz mesela Avrupa'nın yeni bir aldıdaki noktadaki bazı noktalar şu saha tanlash. Dedik ya, harbiy sahada Xitoy bilan urush qilmoqchi bo'lsak, eng yaxshi tanlash nima desam bilamizlar? Resmi davlatlar emas. Eng yaxshi tanlash navbatda dunyoda nurg'unda qalaymoqanchilik var ya, igisiz yerlar var. Igisiz yer deganim dunyoda igisiz yer yo'q deyishim mumkin. Fursat topqiriladigan yerlar var-ku. Ya'ni hukumatlar hisobda o'zining zeminining ichidagi hammaga huquq yetmaydigan bir qism igisi yo'q tashlanib qolgan bir yerlar var. Masalan, bugun dunyoning har qaysi yerlarida urush bo'layotgan, ismini desam bo'ladi, demasam bo'ladi. Yerlar var. Asha eng yaxshi. Chunki urush deganda mana bir qo'rqinchni men anglayman. Xitoy qiribdi, bombardiman qildi deb. Shu urush degani shu bombardiman qildi, qirdi, o'ltirdi, yasa o'ltirsa dushman o'ltirdi ishkini birisi. Mushuni ko'zga olmasang bu sohaga kirish emas, qarabmi qo'yma. Tirkish uchun ashta bir soha lozim, bir o'rin lozim. Bir nuqta kallamiz aniq qo'llash kerak qarindoshlar. Hech kim dunyoda hech qanday bir rasmiy davlat Xitoyga qarshi Uyg'urning qishida sap elib turib bir pay o'qatmaydi. Makallandı inniq bo'lsin. Ta ki Xitoyga qarshi bo'lgan bu kurashda Uyg'ur birinchi g'alabani qilib ikki qadam oldiga mingmog'icha hech kim oshkor keltirmaydi. Bugun qaranglar, uni tadqiq qilinglar, bahs qilinglar, ko'z yugurtinglar. Dunyoda mustaqil olimiz deydigan, mayli haqliq olsun, haqsiz olsun, nurg'un nimalar va tashkilotlar bor. Mesela bunun misalinden birisi Hamas. Hamas da dünyada resmi sübette terörlük tizimindeki kirmeklik. Yani demekçi onun kanunluk demekçi. Dünyanın siyasetine göre. Bizim nazarimizde dünyadaki terörlük kirmeslikten meselemiz yok. Lakin dünyanın siyaseti bu maçta karmaya olmaydı. Lakin Hamas'ın karşıda harbiy cihati turadigan bir devlet yok. İşte bir dünyada kanunluk deb qaralayotgan masalan. Diqqat qilsanglar Hamas Palestinning ishidan boshqa ishlarga faqat aralashmaydi. Hatto boshqalarni qat'iy aralashtirmaydi. Aralashimiz voy biz sana yordam beraylik, la ilaha illalloh deb kasma.
Yo'q, o'zimizga yetmaydi. Biz o'zimizdan o'zimiz qilamiz deb hech kimni aralashtirmaydi. Ya'ni o'zini navbatdagi xalqaro siyosat bo'yicha aytgan vaqtda terrorlikqa aralashtirmaydi bu odamlar. O'zimi aralashmaydi, o'zini aralashtirmaydi. O'zimi Falastinning sirtida bir talma ish qilmaydi. Falastinning sirtidikilni ichiga bir g'izmi kirgizmaydi. Mashta bir turib, hozirga qadar Hamasning qishida siyosiy jihatdan tug'an Turkiya va men biladigan Kuveyt ancha-muncha va Qatar va dunyoda. Ondan keyin Misr Muhammad Mursi vaqtida Misr o'tdi. Ammo harbiy jihati tug'an bir davlat yo'q. Askeriy jihati tug'an bir davlat yo'q. Unda oddiy emas. Bu bir misol. İkinci misol. Iroqning shimolidagi Kurdiston. Saddam o'lgandan keyin Kurdiston hamda shu Saddamdan burun hatto Osmonli vaqtidan tortib bir Kurdlarninki bir mujodala qilayotgan yeri. Saddam vaqtida ig'ir darajada bostirilgan ular. Saddamdan keyin akaplam Amerikaliklar bularni yarim mustaqil avtonomiya qilib qo'ydi. Yarim mustaqil degan gap mustaqillik qilingan bir qadam endi. Shundan keyin shu 2 yil burungi deyman. Bular fursat keldi deb o'yildimi Mas'ud Barzani Kurdistonda saylam o'tkazib markaziy hukumatdan mustaqillik, ya'ni Iroqdan mustaqillab ayrim bir davlat qurish. Shunda saylam o'tkazdi. Turkiya ogohlantirdi. Chunki ular mustaqil bo'ldi degan gap Turkiyadagi Kurdlarga ta'sir etdi, Suriyadagi Kurdlarga ta'sir etdi. Ondan keyin Turkiya o kadar ogohlantirdi, pisand qilmadi, saylam o'tkazdi. Hemen Turkiya chegaraga 2-3 ming askar oldi. Turkiyaning askar olishida xalqaro qonun bo'yicha bir tutqunlik qilinadigan bahona sabablari bor. Nimishqa Kirkuk şeydeki Süleymaniye qatorliq nurg'un yerlarda Turkiyaningki oldingi asrdan qolib qolgan bir haq huquqlari bor. Agar u ya shunda Iroqdan bilandi degan gap Turkiya men a yarimni olaman deb tushdi. Bugungi Suriyami shu. Suriyani kim parchalayman desa, Turkiya mening haqqim bor deb lam Idlibga qo'l soladi. Navbatda Abog'ayalning hammaga qo'l soldi. Shunga Suriyani parchalashqa xaritasini tuzib qo'yganlar Turkiyaning keyingi vaqtlardagi harakatidan Suriya birligi deb o'ttirib chiqdi. Nishqa Suriyaning birligini saqlamasa, eng chong foyda oladigan davlat Turkiya bo'ladi. Demak, Turkiya shunda 2-3 ming askarni chegaraga taqab lekinde nima deysa deb mustaqil bo'lmaysa, mustaqil bo'lib qolsang, men olaman Kirkukni, Süleymaniyani deb shunda oldiga saklabdi. Darhallam o saylamni o'tkazgan Mas'ud Barzani qana qildi, to'xtadi. Shu PKK deyli xalqaro terrorlik tashkilotiga kirgilik. Bu odamning mo'laq tarixi hamda shu Osmonli vaqtiga taqishdi, yildizi. Qurilib chiqqan vaqti shu 70-yildan keyin 80-yilga yaqin Abdullah Öcalan tarafidan tashkillanib qurilgan. Hozirga qadar mana 5 ni o'tkazgan 50 yillik bir musobaqasi bor. Ba'zi rasmiy olmagan sonliq ma'lumotlar qaraganda vaqtda 20-30 ming muntazam qurolliqlari bor. Bilasizlar, Turkiyaning xabarlariga qarasak, Amerika ularga 20 ming, 30 ming tir da cho'ng uzun mashina var ya, shu mashinani qurollar o oddiy gap emas hamda qurol. Uçuk aşkara Amerika o'zining dron tanklarini bayrog'ini qadab turib, ashning sepida ya ag'ayri va ashta turib, bugungi ularning holiga qarab baqilma. Egallagan yerida shu Amerikaning bayrog'ini qadab qolib saqlanayotdi, bo'lmasa Turkiyadan qanaqib ketdi, yeb ketdi. Demak, bir ish degandanki, atrofida yani dirasat al-durub al-muhita bis-sira degani anda oddiy ish emas. Bular ama bizning dushmanimizning kuchi navbatdagi Asadning kuchiga o'xshamaydi. Atrofdagi Turkiyaning harbiy siyosiy kuchiga o'xshamaydi. Yani dunyoda biroz siraga qarasangiz biroz oldida turadigan kuch. Unda bo'lgandan keyin dunyoda hech qanday bir davlat, mana rasmiy davlat jumaman Uyg'urning qishida qurolliq Xitoyga qarshi sap olmaydi. Ma'ni aniq bilish kerak. Unda bo'lgandan keyin nereden chiqdi bu gap desa, dirasatul ard awul majal allazi yatimmu as-sira'u fihi. Saha tanlash, o'rin tanlashda siyosiy saha tanlaganlarni Xitoydan kuchli bo'lgan Yevropa davlatlari Amerikani tanlaydi. Bu to'g'ri ashuni tanlagani. Chunki Xitoyning siyosiy jihatda ojiz bo'lgan davlatlar Xitoyga siyosiy jihatda bosim shakl olmaydi. Iqtisodmi shu, Xitoyning iqtisodiy jihati kuchli bo'lgan davlatlarda beriladi, undan boshqa yerda qig'ilmaydi. Qurolliq harakatchi desa, qurolliq harakatlar cho'qim bunda egisiz yerlarda bo'ladi. Bugun surg'ini qilinmaydigan.
Türkiye'nin içinde Xitayga qarşı qurolliq iş qilsang, Türkiye'den so'raydi onun mas'uliyatini. Endi aşı surulab qolgan vaqtida buning natijasi bizga foydasiz bo'lib qoladi. Makallı dini qo'llash kerak. O'rta Osiyoda Xitoydan aciz davlatlarning ichida qilsa, tabiiyki ulardan mı so'raydi? Nima deysiz? Sizning chegaraning ichida menga qarshi harakat bo'ladi desa, ularmi bo'pti aka to'xtabdi, meni so'rab baqay ahvolni deb natijasi bizga qarshi bo'lib qoladi. Mana aniq qilganlar bo'lsin. Shunga so'raolmaydigan igisi yo'q yalavatchi dunyoda. Uni ismini demasam bo'ladi, bugun o'rtada. Qilish niyati valla, qilish to'g'ri kelib qolsa, o'zining yurtidan dushmanni qo'g'lab chiqarishni ashta yalin tanlanadi. Shu bu nuqta bak inchkiliklarni tadqiq qilinish kerak. Dirasatu zuruf al-muhita bis-sara' degani shu. Har qanday bir o'zining vatanini besivag'an kuchlardan ozod qilmoqchi bo'lganlar mashta o'rinni tanlaydi va mashta o'rindan kuchaydi. Andan yavaş asasda ya düşmanning zimini vardı. Düşmanning zimini varash baxatarlikligi. Xatar cho'ng chunki tam mudofiyat ya düşmanni tatib akiladi. Düşmanni nima yansi bo'ladi juma? Ziminning yer sharining ichida qanday yer yansi chiqib yansa bu düşmanga bir qitimliq eg'ir zar bo'ladi. Bizga nisbatan ash urush qilganlarga nisbatan bir moral, turkcha moral deydi ya, ruhiy bir insonni ko'taradi ruhiy jihatda. Ruhiy uzuq bo'ladi. Favqulodda jo'shqinlashadi. Burun ojiz olsa kuchlanadi. Mana gap. Buning misoli Badr urushi bilasizlar. Badr urushi o'ylamagan yerda bo'lib qolgan urushchi. Rasululloh hech qachon askarlarni boshlab Makkaga urush qilganman emas, Qurayshga urush qilganman emas. Faqat bir karvonni to'sash uchun chiqqan. Karvonni qo'g'dash uchun Makkadan Quraysh qo'shinlari chiqdi. Bir urush bo'lib qoldi. Hech kim xohlamay. Makkaliklar urush qilishni xohlamaydi, musulmonlar urush qilishni xohlamaydi o vaqtda Badr urushida. Ammo shada bo'lib qoldi urush. Musulmonlar yangdi. Shuning bilan musulmonlarningki kuchayib ketdi. Shundan keyin hammasi to'xtab turadi, boshqani qaraydigan bo'ldi. Ikkilinib qolganlar asta musulmonlik qilishni ya oldi. Bak muhim. Shu dushmanni nima yengish muhim emas. Muhimi yengish muhim. Shunga yengil oldiga yani tanlash kerak. Dirasatu zurub al-muhita bis-sira degani shu. Undan keyin tahdid al-bada'il wal-wasa'il allati yumkinu biha tahqiq an-nasr. G'albini qo'lga keltirish mumkin bo'lgan vosita va beplanlarni tanlash. Bada'il degani beplanlarni tanlash shu. Ya'ni ani qilamiz, avostini qo'llaymiz, u bo'lmay qolib qolsa ma'ni qilamiz. Bada'il degani shu. Cho'qim bexil qilish shart emas. Ismni turkcha bo'shro'nglar deb qo'yamiz ya, bo'shro'nglar. Har qanday nom, har qanday ismimiz baka. Eng muhimi yangish. Masalan, u askarning u Xitoyga qo'llanadigan vositaning nomini ha qancha hayvalik diniy qo'yilganlar yoki bunda diniy emas qo'yilganlar muhim emas. Muhimi Xitoyni qanday qilish, yangish muhimi. Mushuni bak muqimli bo'lish lozim. Mana Xitoy qaysi jihatda ojiz. Qaysi jihatda Xitoyni yengil oldi. Mushum narsa muhim. Al-mufadala bayna hadhihi al-bada'il. Bu vositalarning o'tirisida, tanlashlarning o'tirisida qanday qilish, selishtirma olib berish. Mufadalaning qaysi yaxshi? Bayat dedim ya, B plan deb. Cho'qim bo'ladigan kurashninki A plani, B plani, C plani bo'lish kerak va bu planlarning o'tirisida hozir eng yaxshisi qaysi? A plan yoki B plan yoki C plan. Agar uning bilan biroz natija yaxshi chiqmaydiganligi ko'rilsa ko'zga darhol plan almashtirish. Darhol plan al. Ya'ni hammasi bunda voz kechish xarakterida emas. Meydan turaqsizligi xarakterida emas, birisi bilan moslashgan bir shaklda poyuz rels almashtirganga o'xshash, yo'lni buzmasdan, o'lib ketmasdan, musofirni aslatmasdan, menish musofirni tezligini, sur'atini astalatmasdan nima almashtirish, yo'l almashtirish. Bu bek muhim. Mush nuqtalar bo'lish kerak. Bularning hammasi strategiya degan babning tahtida kiradi. Eng oxirgi muhim turlardan birisi ixtiyorul badilil amsal lil wusul إلى الأهداف في ظل المعرفة الشاملة بالذات وبالآخر وبالأرض التي يتم عليها الصراع وبالمجال والظروف المحيطة بالصراع. أن آخر قصة إلغركي جابنا هم اسمه خلاصة. باشتن كلايلة üzne tadqiq qilishda to'q, qarshi tarafni tadqiq qilishda to'q, kurash bo'ladigan, urush bo'ladigan o'rin va sohada to'q, qo'rishigan muhitda to'q, vaqtida to'q ya. Eng oxirisida debtoki avtor o'ziga nisbatan
to'liq tushuncha ostida fi zillil ma'rifati ash-shamila bizzat o'ziga nisbatan to'liq tushuncha ostida va qarshi tarafga nisbatan urush bo'ladigan zaminga nisbatan urush bo'ladigan sohaga nisbatan shu kurashni urushni qo'rshab turgan muhitga nisbatan to'liq tushuncha ostida hammani to'liq rozi tushunib bo'lgandan keyin ilal ahdaf nishonga lil vusul yetish uchun eng yaxshi al amsal vositani tanlash. Mushlarning hammasi birdan tek tadqiq qilinish kerak va natijaga berilish kerak. Bo'lsa mutaxassislashgandan keyin o tadqiq qilish desa, siz biz o'tirib, sapada o'tirib tadqiq qilish emas. Har ishning bir ahli bor. Men askar ishlarni o'qimayman masalan. Men siyosatchi emas masalan. Misolga deylik. Chuqum siyosat ahli, askari ishlarni bildigan kishilar tarafidan tadqiq qilinish kerak, bir-bilan moslashtirilish kerak, strategik nuqtalar shu shaklda bekitilish kerak va eng yaxshi vosita tanlanish kerak qarindoshlar. Mavo strategiya. Hargizmo biz burundan so'zlab kelgan mavara al-ideologiya yoki ideologiya yoki baradayim deganlarni strategiyaga qanaqa qilmoqni aralashtiraman. Buni o'tirdi farq bor. Strategiya ikkisining farqi nima desanglar, biz 4 atalg'uning 5idagi mayli ideologiyaning keynidagi manba yoki ideologiya yoki baradayim bo'lsin, bularning hammasi o'qitish to'g'ri qilib qolsa uydagi dadaga o'xshaydi. Yoki bir idoradagi boshliqqa o'xshaydi, bir davlatdagi raisga o'xshaydi. İşni yönlendirdi Allah. Üçü. Ondan keyin icra strategiya şu. Şuna aşk Abdurdavat'da ahırızda farq ideologiya mavaraul ideologiya ve baradayim bilen ikisizlikni oturduğu cümlemi ötürüyüzde. Yani bula hakim nezriye musavisi degeni mana mavlu başkurdu Allah hemen esni bekitdi Allah karar muşlağa qarab çıkarıldı. Bilen kimning o'tirdiği farq strategiya deb atiladigan planlama saviyasi o'tirdiği farq nima desa, huwa al-farq mubtada huwa nimasi xabari. Aş farq olsa yani sen tadqiqat tahlil vaziyetidan bir vasiqa bir hujjatga nisbatan shakl qo'yish vaziyatiga yoki bir fikrni tasavvur qilish vaziyatiga yoki ma'lum bir fikrning shakliga shakl qo'yish yoki bir xizmatning shakli yoki bir qimmat qarashning shakli yoki ish sohalarining shakli yoki bosqichlarning shakli yoki umumiy nishonning shaklida bir shakl qo'yish vaziyatiga qanaqa tushish deydi. Huwa farq shu. Yani demek olduğunu şu. İdeologiya hemen aslında sizde qaranglar. İdeologiyani mavara ideologiya paydo qiladi. Uning keynidan qiladigan narsa baradayim bo'ladi. Mushlarning hammasi bizni nega tushirdi desa, biz qilgan tadqiqotlar, tahlillar, tasavvurlar, ko'z qarashlar, ma'lum bir xizmat, ma'lum bir qimmat qarash, ish amali, bosqich, umumiy nishonni birdan qanday qilib chiqadi, sizib qanday qiladi, sizib chiqadi. Ma mustawa hadal mustawa aydan ma mustawa ham keyingi mustawadan qanday qiladi farqlanadi. U olsa-mu, ya'ni ijro plan saviyasi. O mustawa, o saviya ijro plan saviyasi. Huwa mustawa al-khutat at-tanfidiyya. Strategiya planlari, umumiy strategiya planlari icra qiluvchilarga yetkazgan vaqtda strategiyani tuzilib bo'ldi, ideologiya bo'yicha tuzildi. Ideologiyaning muhim tarafi shu. Tuzilib bo'ldi. Bular ila munfidin, yoki munaffidin icra qiluvchilarga yetkazgan vaqtda mayli icra qiluvchilar idoralar olsun, qismlar olsun yoki tarmoqlar olsun ve tafsili planga yetgan vaqtida yani icra qilish saviyasi bilan mushu vaqtida andin keyin farqlanadi, bo'lmasa farq olmaydi. Ve hina nuxallit bayna hadhihi al-mustawiyat fil hadis. Mayli biz gap qilgan vaqtda bu saviyalarning o'tirisini aralashtirib o'tgan vaqtimizda.
o'quvchiga nisbatan qaysi saviya haqida so'zlayapmiz, bu bilinmagan vaqtida biz ig'ir darajada bir xatolikka tushamiz. Chunki fahaydadagi fa chunkini ifodalaydi. Biz ideologiya haqida so'zlayotgan vaqtimizda, umumiy tasavvur haqida so'zlayotgan vaqtimizda manda bir inson chiqadi. Yantaliq inson degan manda bir inson chiqadiki, ijro planidan so'raydiganqa yoki strategiyani so'raydiganqa. Bu mush gaplar bizning nurg'un so'rovlarimiz bularlar. Qanday so'rovlarimiz sanamay buni maxfiylik deb preyslarga. Sahnada o'tirilib yoki mikrofonning oldida o'tirib, u qadar bir ya oxirgi nishon to'g'riliq so'zlanadi yoki ideologiya haqida so'zlanadi. Her daim chiqiliqki bir savol. Kimdan chiqsa chiqadi, bir savol chiqadi. Plan ne? Bir qizam savol chiqadi. Qanday qilmoqchi? Nima ish qilmoqchi? Mush haqida savol so'raladi. Har qanday balkim sizlar o'tgan so'raladigan bor bu. Bugun o'rtaga chiqqan har bir siyosiy rahbar yoki boshqa askariy rahbarlardan so'rayotgan savol bu. Pastga so'raydi buni. Plan nima? Qanday qilamiz deydi. Qadamlar da internetim so'raydi buni-chi. Mujohidlar deb bo'g'icha, sen Xitoydan 1000 kilometr, 10 000 kilometr nerda tursan, qanday qilib Xitoyga hujum qilsa, biraga so'raydi. Siyosiy yo'llar desa, sen Amerikada o'tirib, işte uning buning ishkini qilib bilan Xitoyga qanday hujum qilsa, planni so'raydi xaq. Bu bek muhim narsa. Ammo hozirga qadar meyli askariy sohada, meyli siyosiy sohada olsun, ko'pincha plan haqida so'ralgan savollar javobsiz qilinadi. Sabab nima desa, tam shamil strategik plan o'rtada yo'q. Kesib aytsak bo'ladimi qarindoshlar? Yo'q. Mushu o'zi musibat. Bunaqangi yo'q deb atrofdagi ba ishlarni ayblashga qat'iy bo'lmaydi. Bo'layotgan siyosiy faoliyatlarni ayblashga bo'lmaydi. Bo'layotgan askariy tayyorliklarni ayblashga bo'lmaydi qat'iy. Yo'q, lekin mushuni bilib olsak bo'ladi va paydo qilish uchun tirishish kerak. Yo'q bo'lganlik uchun boshqalarni ayblash haqqimiz bo'lmaydi bizning. Ma'lum qilinganda bo'lsin. Ayndaha ashta plan yo'q bo'lgan vaqtda nima bo'ldi bilamizlar? Ayndaha shu vaqtida atroflar o'tirisidagi aloqa murtabi bo'ladi. Murtabi. Ovozim chiqyaptimi deyapmiz qarindoshlar? Bir qarindoshimiz ovozdan gapini qilyapti. Ha, tamam, ovozim bo'lsa yaxshi. Ya'ni qattiq Türkçede karışıp ketken deyimiz-ku, ovoz ovozga deb ketibdim. Aloqa shu vaqtda o'tirdi ama da nima deymiz endi, cheshlangu yoki bunda elishib ketgan bo'ladi. Ya'ni aloqa go'zal bo'lmaydi. Askariy ishlar o'zchaqlab, siyosiy ishlar o'zchaqlab, siyosat bilan askariy ishlar o'rtasida aloqa bog'lanmagan vaqtda nima bo'ladi bilamizlar? Asl siyosat degan siyosiy idorachilar ko'pincha vaqtda nimaga o'xshaydi desanglar, askariy ishlar o'rik yoki shaptilning ustiga chiqib uzga adamga o'xshaydi qaranglar. Daraxtning ustida turib mevani uzga vaqtda hammani tutolmaydi, qashda pastga tashlab turadi ya. Pastda turib sivatni tutib mevani sivatga qashlaydiganlar siyosiy yo'llar. Uzdiganlar askariy ishlar qurolliq ish qildiganlar. Siyosatchilar ko'pincha vaqtda askarni ko'rsatib turib siyosat masasida, siyosat ustida qazanadi. Har go'zalaqa askar ko'rsatmay turib hech kim siyosatda qazanolmaydi. Biz dunyoda hammadan tili va hammadan gap qila oladi. Har gapda odamlar va har gapdan odamlar va har gapdan raislar va zodi askariy kuching bo'lmagan vaqtida sening suhbatda tiling qisqarib qoladi. Yani bir yerdeki aloqa murtabi ko'p qoldi degan gap, yani aloqa bunda moslashmadi degan gap yani. Siyosatchilar o'z oldiga harakat qiladi, askariy ish qildiganlar o'z oldiga ish qiladi. Ma'no planiga ma'uchmaydi, ma'no planiga ma'uchmaydi. Shundan foydani kim oladi? Qarshi tarafdagi dushman oladi. Unda bo'lgandan keyin fajibudagi fan natijani ifoda. Unda bo'lgandan keyin cho'qim gap saviyasini muqim deb o'ylash kerak. Mening gapim masalan bir sorunda siyosat to'g'risida yoki bir gap qilsam, gapning saviyasi qaysi tarafdan bo'laydi bu aniq bo'lish kerak. Hattoki bizga shu aniq bo'lish uchunki saviya bir nuqtaning qayerda to'xtasin. Ma nuqta, muayyan nuqtaning qayerda to'xtasin. Va kingi saviya kingi nuqtadan boshlansin. Arilishib ketgan ish bo'lmasin.
Sorularımız qarasa bir siyasi parangdek, bir qarasa cihadi parangdek ilişkili qarindoshlar. Tamam. Biz endi yuqorida 4 dona mustalahni ko'rib o'tdik. 4 dona mustalahni mencha tushundinglar deb o'ylayman, ammo kuchimning yetkincha o'zim tushungan bo'yicha tushuntirishga tirishdim. Abtur texmo aniq bo'lsin uchun bir rasmlik holatda bizga tushuntirdi. Davatudamdi tertib el-mefahim el-arba'a. 4 tushunchaninki rasmlik tushunchalarning tartiblanish ahvoli. إذا أجرينا فك الاشتباك بين هذه الأدوار المختلفة biz muşu oxşamagan rollarning o'tirsidagi o'zaro to'qinishni shishishni ebbasak, ya'ni masalani bir tizib baqsak, tuandagidek tasavvur qilamiz. Birinchisi mavara'il idloja. Chunki hammani boshlaydigan nuqta shu. Birinchi ideya biz mavara'il idloja degan nima ekanligini tushundik ya oldingi kunlari. Shunga mencha ortiq gap qilishning hojati yo'q. Hul bizni hazırlaydigan hul. Yoki dunyodagi har qanday musulmon kafir, musulmon g'ayrimusulmon har qanday bir inqilobchilarni, o'zining vatanini qutqazmoqchi bo'lganni yoki dushmanga taqobil qilmoqchi bo'lganlarni birinchi qilib ko'tarib turadigan narsa mavara'il idloja. Alhamdulillah bizning Qur'on hadisimiz bor. Bizdek muqaddas nasli yo'q odamlar qanday qildi desanglar, odatdagi naslini akilib muqaddaslashtiradi. Buni bek jiq deb ketdik. Kunzi edisi deb uni yaydı, Dengshoping Mao'ning edisi deb uni yaydı mesela yo'qlar. Birisi qopab Atatürk ruhin yaydı mesela birisi. Yani birisi binasini yaydı, yani birisi binasini yaydı. Kim xorjunista nima olsa ashni chiqib o'rtaga qo'yib mavara'il ideologiya shakllantiradi. Xuddi Liviyadagi Kazafi o'tirib qo'ygan yashil kitobga o'xshash. Chunki bir ideya shakllantirish uchun ideyani ta'minlaydigan bir ta'minlovchi bo'lish kerak. Bu muhim narsa. Mavara'il ideologiyaning ustiga nima turadi desanglar, an ideologiya shakllanadi. Masalan, biz musulmon bo'lish sifatimizdan Qur'on, hadis asosida biz bir ideologiya shakllanadi. Shu ideologiya shakllanib bo'lgandan keyin ondan keyin baradaim shakllanadi. Ya'ni bizda shunga yarasha bir sharkat namoyanda bo'ladi. Hamma ularning put-qo'llari o'zimiz bilib bilmay avtomatik holatda qalbimizdagi ideologiyaga qarab xizmat qiladi. Anda zo'lash ketmaydi juma. Bir odamning ideologiyasi bir nuqtaga markazlashib bo'lgandan keyin, moyallashib bo'lgandan keyin u odamni oni qil, mani qilish ketmaydi. Avtomatik shu tarafga qarab mangadi. Summa ondan keyin strategiya masalasi baradaimdan. Chunki bizning banasiga qarab turib tuzildi strategiya. Menda $10 pul olib qolsa, mening kunlik strategiyam shuna qarab bo'ladi. $100 pul olib qolsa, shuna qarab bo'ladi. Qarama, yanchoqtiga qarab turib biz normalda masalan 1 million pul adam aşı pulga ko'ra uy, aşı pulga ko'ra mashina, aşı pulga ko'ra turmushni Allah haylaydi ya kallasda. Bizning ishimizda millat, bir musulmon millat bo'lish tutdilar. Qanchalik energiya bo'lsa bizda, qanchalik hozirligimiz bo'lsa, mayli bayatda degandek askariy tarafdan, siyosiy tarafdan, iqtisodiy tarafdan, ilmiy tarafdan qanchalik hozirlik ega bo'lsa, strategiyamiz shuni qarab turib tuziladi. Avtomatik holat hamma o'tidi qalbimizdan. Unda cho'ng plan tuzib olmaymiz o vaqtda ba sharoitga ko'ra tuziladi strategiya. Nimishqa litaj'al al-mawdu daqiqan mutaalliqan. Bu tema nayt inchki makanga munosiblik, zamonga munosiblik va cheklik sharoitga munosiblik bo'lsin uchun. Mushta qilish uchun an strategiya keladi. Strategiya tuzilib bo'lgandan keyin an qiladigan amaliy qadamlar shu vaqt summa ta'ti andan keyin ijro planlari keladi. Nimishqa bu temani amaliy hayot reallikka o'tkazish uchun an rasmiy ijro vaqti bo'ladi. Astidagi 3 yoki 4 hul bo'lmay turib icra kelmaydi. İcra planı ortaga qo'yilmaydi va icra qilinmaydi. Ahvol mushu qarindoshlar. Bugun vaqtimiz qilib qoldi. Yangi tem boshlasak balki tugmay qoladi. Inshaalloh yangi temni kelasalik darasida boshlaymiz. Eng muhim bo'lgani biz bir millatningki boshlanish nuqtasi bilan ishqa gapimga diqqat qilinglar. Ishqa bismillah deb qadam ilish nuqtasining o'ttiridagi bosqichlarni biroz gunga o'sim tushunib oldik. Boshlanish nuqtasi mavara'ul ideologiya ekan.
amaliy qadam olish nuqtasi xuttatut tanfidiya ekan. Endi misha qarab turib, men shu oldingi kuni sizdan bir savol so'ragan esimda, o'tgan 20 yillik hayotimizda xatolik o'tdimi desam, ko'pincha o'tdi dedinglar ya. To'g'ri, o'tgan rost. Aş xatolikninki sababini mencha azroq tushundik deb o'ylayman. Ya'ni bizda ashu qadam bosqichlar hammasi tamomlanmay turib ijroga kirib ketgan yerimiz bor. 5 o'ylan bo'lsak, 5 o'ylan, 10 o'ylan bo'lsak, 10 o'ylan, 100 o'ylan bo'lsak, amaliyotda bir 35 million, 40 millionlik bir millat ya biz. Bir millatni qutqizish uchun millatninki hech bo'lmasa put, qo'l, ko'z, quloq, burun, og'iz hammasi harakatga tushish kerak-ku. Bütün adamning badandagi bital chimchiloq barmoq, bir tal chimchiloq barmoq yolg'iz harakat qilaman desa, chimchiloq barmoq hech nima qilolmaydi. Bütün adamning badanining ichidagi bir quloq yoki bir ko'z men yolg'iz harakat qildim desa, ko'z ko'radi, qaranglar, quloq anglaydi, og'iz so'zlaydi. Meni uni hammani bitaraf qiladi. Shuning natijasiga ko'ra qo'limiz harakatlanadi, putimiz qadam oladi. An bir adam normal harakatga tushadi. Bir millat bir adamga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisolamning hadisini balkim endi tushungan bo'lishimiz mumkin. Mu'minlar bir tanga o'xshaydi. U faqat bir aziyat yetganlar deyiladigan hadis emas. Hatto ish qilishdan tortib, ish planlashdan tortib hammasiga tatbiq qilsak tamoman bo'ladigan hadis. Bütün mu'minlar bir jamiyat, bir insonning tanga o'xshaydi. Bir inson normal harakat qilish uchun oldi bilan kurash kerak, qaranglar, kurash. Bak muhim. Anlash kerak. Bu ikkisidan binasi shakllanadi ma'nida. Ko'rgan narsadan, anglagan narsadan masalalarni tahlil qiladi. Buningga qarata og'iz so'zlaydi. Og'izdan tahlil chiqadi va put-qo'l shuningga qarata harakat qiladi, odam harakatlangan bo'ladi. Mu'min, ya'ni biz ummat bo'lish sifatimiz bilan dal bir insonning badaniga o'xshaymiz. Endi 5 o'ylan, 10 o'ylan, 20 o'ylan chiqib o'zimiz xohlagancha harakat qilsak, balkim badanimizdagi ya putimizning ya qo'limizning barmoqlaridan bir barmoqqa tamsil bo'lishimiz mumkin agar to'g'ri bo'lsa. Balkim uni tankamaymiz. Bütün badan jim tursa, ishlamasa, kadın chiqqan bir badanning bir barmoqining midirg'anninki nimaga foydasi bor? Buni biroz qanday qilish kerak, tushunib baqish kerak. Shuna olganda bugungi darsimiz mencha oxirlashdi. Vaqtmi to'shib qoldi, 5 minut vaqtimiz qoldi. Kelasi soatlik darsimizda ko'rishlar inshaalloh. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.